Asodbek Yigitaliyev: ikki sotixga ham bormi? Bor bitta shunaqa plan. Xo'p, bu loyihamiz 10 metrga 20 metr. Birinchi etajimizda hovlidan kirganimizda chap tomonda bitta avtomobil uchun joy, o'ng tomonda zeleniy zona loyihalashtirib berganmiz. Xo'p, asosiy binomizga kirganimizda mana shunaqa tambur, oshxona, mehmonxona, birinchi etaj uchun umumiy bitta sanuzel, ota-onalarimiz uchun yotoqxona hamda binomiz orqa tomonida 3 metrlik hovli qoldirganmiz. Yozgi oshxona, zeleniy zona hamda oilaviy o'tirish uchun mana shunaqa joy loyihalashtirib berganmiz. Ikkinchi etajimizda ikkita yotoqxona, bitta bolalar yotoqxonasi, bitta umumiy sanuzel, balkon loyihalashtirganmiz. Bu yotoqxonamizda o'zini sanuzeli hamda garderobiga ega. Bu videoni 2 sotix yerga uy quraman deb yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.